Amir avtosavdoda arzonga Nexia bir mashinamiz ko'rishingiz mumkin. 1997-yilda ishlab chiqarilgan Sonus Trambler Lux base konditsioner varianti. Mashina polniy asosiyat qilingan, lekin holati yomon emas ekan. 4 ta ballonlari yangi holatda ekan. O'zining nomlarida sizlar xohlagan hujjat qilib berishadi. Illi nomerda salon qismlaridan ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratli bo'lib turibdi, yaxshi chexollar, polikorda solingan. Mashina chiroyli qarab minilgan mashina ekan, magnitofon kolonkalarigacha bor. Mashina kuzovida mayda-chuyda ishlari bor. O'zining uchun bir qator qidiruvlarni yaxshi holatga keladi. Hadovoylarni, motorlarni, korobkalarni o'zining uchun ayama rasxod qilib, chiroyli qilib minib yurgan mashina ekan. 1997-yil. Yangi texpasport, gazga ruxsatnomalar bor, metan gazli uстановka bo'lgan. Sizlar maza qilib minishingiz uchun bu Sonus Trambler Nexia bir mashinamizni $1800 tushirib qo'ydik. Agar nomerlarni qoldiramiz.